Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun siz bilan juda ham muhim, hayotiy zarur masala haqida gaplashamiz. Bu mavzu har biringizga, ayniqsa keksa avlod vakillariga bevosita tegishli bo'lib, moliyaviy barqarorligingiz, ijtimoiy xizmatlardan foydalanishingiz va hatto kundalik hayotingizga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun iltimos, ushbu videoni bir soniya ham o'tkazib yubormang. Hozirda ko'plab insonlarni tashvishga solayotgan savol bor. Eski pasportlar endi haqiqatan ham amal qilmaydimi? Nafaqaxo'rlar hozir nima qilishi kerak? Bu savollarga bugun to'liq va aniq javob beraman. Videoni boshlashdan oldin kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu foydali ma'lumot uchun like bosishni unutmang. Bu biz uchun katta motivatsiya. Muammoning mohiyati xo'sh, avval qanday edi va hozir nimalar o'zgardi? Keling shu savollarga javob beraylik. Ilgari ko'pchiligimizda, ayniqsa yoshi kattaroq avlod vakillarida 1990 yillarda yoki 2000 yillarning boshlarida bergan oddiy rangli pasportlarimiz bor edi. Bu pasportlar biometrik emas edi va ko'pincha ularning amal qilish muddati muddatsiz deb ko'rsatilgan bo'lsa-da, aniq bir yakuniy sanasi belgilanmagan edi. Ulardan bank operatsiyalarida, pochta xizmatlarida, hatto notarial idoralarda ham bemalol foydalanish mumkin edi. Ko'pchilik uchun bu pasport shaxsni tasdiqlovchi yagona hujjat bo'lib xizmat qilgan. Biroq zamon o'zgardi, texnologiyalar rivojlandi, xavfsizlik talablari kuchaydi. O'zbekiston Respublikasi ham global tendensiyalarga mos ravishda shaxsni tasdiqlovchi hujjatlar tizimini yangilash yo'lidan bordi. 2011 yildan boshlab mamlakatimizda biometrik pasportlar joriy etildi. Keyinchalik ushbu biometrik pasportlar ham raqamli identifikatsiya kartalari, ya'ni ID kartalar bilan almashtirilishi belgilandi. Bu jarayon bosqichma-bosqich amalga oshirildi. Eng muhimi shundaki, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tegishli farmonlari va Vazirlar Mahkamasining qarorlariga muvofiq avvalgi eski namunadagi biometrik bo'lmagan pasportlarning amal qilish muddati cheklandi. Masalan, 2022 yil 31 dekabrdan keyin eski namunadagi, ya'ni biometrik bo'lmagan pasportlar shaxsni tasdiqlovchi hujjat sifatida to'liq o'z kuchini yo'qotganligi rasman e'lon qilindi. Bu shuni anglatadiki, 2023 yil yanvardan boshlab biometrik bo'lmagan pasport bilan bankdan nafaqa olish, davlat xizmatlaridan foydalanish, notarial operatsiyalar o'tkazish yoki biron bir rasmiy ishni hal qilishning iloji yo'q. Hozirda esa 2011 yildan keyin berilgan biometrik pasportlarning ham amal qilish muddati odatda 10 yil. Ya'ni agar sizning biometrik pasportingiz 2012-2014 yillarda olingan bo'lsa, uning muddati allaqachon tugagan yoki tugash arafasida turgan bo'lishi mumkin. Va u ham yangi ID kartaga almashtirilishi shart. Demak, eski pasportlar deganda nafaqat biometrik bo'lmagan pasportlar, balki amal qilish muddati tugagan biometrik pasportlar ham tushunilishi kerak. Bu juda muhim tafsilot. Ko'pchilikning xayolida faqat erta rangli pasportlar eski deb qolgan. Ammo biometrik pasportingizning ham muddati o'tgan bo'lsa, u ham eski hisoblanib yangisiga almashtirilishi zarur. Bu o'zgarishlarning maqsadi nima? Birinchidan, bu fuqarolarning shaxsiy ma'lumotlari xavfsizligini oshirishga qaratilgan. Biometrik ma'lumotlar, barmoq izlari, yuz rasmi, hujjat soxtalashtirish imkoniyati keskin kamaytiradi. Ikkinchidan, bu xalqaro standartlarga moslashish. Ko'pgina rivojlangan mamlakatlarda biometrik hujjatlar allaqachon odatiy hol. Uchinchidan, bu raqamli xizmatlarni joriy etish uchun asos bo'ladi. ID kartalar bilan elektron hukumat tizimlaridan foydalanish ancha oson va xavfsiz bo'ladi. Batafsil tushuntirish, nimalarni bilish kerak, kimlar xavotir olish kerak va kimlar xavotir olmasligi kerak. Keling, endi vaziyatni batafsil ko'rib chiqaylik. Yuqorida aytganimdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 24 yanvardagi O'zbekiston Respublikasi fuqarosini identifikatsiya, ID kartasini rasmiylashtirish va berish tizimini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risidagi PF-7.20 son farmoni hamda Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 6 maydagi O'zbekiston Respublikasi fuqarosining identifikatsiya, ID kartasini rasmiylashtirish va berish bo'yicha davlat xizmatlari ko'rsatishning ma'muriy reglamentini tasdiqlash to'g'risidagi 2.7 son qarori ushbu o'zgarishlarning huquqiy asosini tashkil etadi. Bu hujjatlarda shaxsni tasdiqlovchi eski namunadagi pasportlarni ID kartalarga almashtirish muddatlari aniq belgilab berilgan. Ayniqsa biometrik bo'lmagan pasportlar uchun 2022 yil 31 dekabr oxirgi muddat qilib belgilandi. Kimlar xavotir olishi kerak?
Birinchi navbatda hali ham qo'lda eski namunadagi biometrik bo'lmagan rangli pasport bilan yurgan nafaqaxo'rlar qattiq xavotir olishlari kerak. Chunki bu pasportlar endi rasman hech qanday yuridik kuchga ega emas. Ikkinchidan, biometrik pasport olgan, lekin uning amal qilish muddati tugagan yoki yaqin orada tugayotgan nafaqaxo'rlar ham xavotirga tushishlari lozim. Odatda biometrik pasportlar 10 yil muddatga beriladi. Misol uchun, agar siz pasportingizni 2010-yilning mart oyida olgan bo'lsangiz, uning muddati 2023 yilning mart oyida tugagan va siz uni yangi ID kartaga almashtirishingiz shart. Muddat o'tgan pasport bilan bankdan nafaqa olish, tibbiy xizmatlardan foydalanishda muammolarga duch kelishingiz aniq. Uchinchidan, qishloq joylarda yashovchi, axborot oqimiga to'liq bog'lana olmagan bu kabi yangiliklardan bexabar qolgan keksa yoshdagi fuqarolar ham xavotirga tushishlari kerak. Ko'pincha ularda internet yo'q, televideniyani ham har doim kuzata olmaydilar. Ularga yaqinlari yordam berishlari juda muhim. To'rtinchidan, banklar, ijtimoiy xizmatlar, tibbiyot muassasalari bilan tez-tez muloqotda bo'ladigan, pul operatsiyalarini amalga oshiradigan yoki sayohat qilishni rejalashtirgan nafaqaxo'rlar ham bu masalani zudlik bilan hal qilishlari zarur. Real hayotdan bir nechta misollar berayim. Zuhra buvi misoli. 75 yashar Zuhra buvi uzoq yillardan beri o'zining 1998-yilda berilgan rangli pasporti bilan nafaqa olardi. Hech qanday muammo bo'lmagan, ammo 2023 yil yanvar oyidan boshlab navbatdagi nafaqasini olish uchun bankka borganda kassa xodimi uning pasportini qabul qilishdan bosh tortdi. Bu pasport endi amal qilmaydi. Zuhra buvi, sizga yangi ID karta kerak dedi xodim. Zuhra bu nima qilishni bilmay uyiga qaytdi va bir muddat nafaqasiz qoldi. Bu unga jiddiy moliyaviy qiyinchilik tug'dirdi, chunki u nafaqasiga bog'liq edi. U nafaqa olish uchun yana 2 hafta hujjat yig'ib, yangi ID karta olish uchun ariza berishga majbur bo'ldi. Bu misol shuni ko'rsatadiki, eski pasportlar bilan bank operatsiyalari mutlaqo imkonsiz bo'lib qolgan. Ikkida Akmal bobo misoli. Taqvim yoshli Akmal boboning qon bosimi ko'tarilib, shifoxonaga murojaat qilishi kerak bo'ldi. Poliklinikaga ro'yxatdan o'tish uchun borganda, uning 2012 yilda olingan biometrik pasportining muddati 2012 yilda tugaganligi ma'lum bo'ldi. Ro'yxatga oluvchi xodim, biz muddati o'tgan pasport bilan sizni ro'yxatga ola olmaymiz, Akmal bobo dedi. Shuning oqibatida Akmal boboning shifokor qabuliga kirishi kechiktirildi, ahvoli yomonlashdi. Oila a'zolari zudlik bilan ID karta olish jarayonini boshlashlariga to'g'ri keldi. Sog'liqni saqlash sohasida ham shaxsni tasdiqlovchi hujjatning muddati o'tgan bo'lsa, xizmat ko'rsatishda muammolar yuzaga keladi. Gulnora xola misoli, O'tdagi yashar Gulnora xola viloyat markaziga nevarasining tug'ilgan kuniga borish uchun temir yo'l kassasidan imtiyozli chipta olmoqchi bo'ldi. Uning 2025 yilda berilgan biometrik pasporti bor edi, ammo uning muddati 2025 yilda tugashini bilardi va ID karta olishga shoshilmayotgandi. Ammo kassir chiptani rasmiylashtirayotganda pasportining yuzdagi rasm Gulnora xolaning hozirgi qiyofasiga mutlaqo o'xshamay qolganini sezdi. Qoida bo'yicha, agarda pasport egasining tashqi ko'rinishi sezilarli darajada o'zgargan bo'lsa, masalan, yuzda katta o'zgarishlar, kasallik, yoshga doir o'zgarishlar, pasport almashtirilishi kerak. Garchi uning pasportining muddati o'tmagan bo'lsa-da, tashqi ko'rinishdagi farq tufayli chipta berilmadi. Bu esa Gulnora xolaning sayohatini qoldirishiga sabab bo'ldi. Bu degani, hatto muddat o'tmagan pasport ham agar sizning tashqi ko'rinishingiz sezilarli darajada o'zgargan bo'lsa, muammolarga olib kelishi mumkin. 4. Umar amaki misoli. 7 yashar Umar amaki o'zining yer uchastkasini o'g'liga vasiyat qilish uchun notariusga bordi. U o'zining eski biometrik bo'lmagan pasportini ko'targancha keldi. Notarius darhol unga notarial harakatni amalga oshirishdan bosh tortdi va bu pasportning yuridik kuchga ega emasligini tushuntirdi. Umar amaki ID karta olish uchun davlat xizmatlari markaziga borishga majbur bo'ldi. U hujjatlarni rasmiylashtirgandan so'ng yana 2 hafta kutib, ID karta olgachgina notarial operatsiyasini yakunlay oldi. Ushbu misol mulk bilan bog'liq har qanday operatsiyalarda ham yangi ID karta shart ekanligini ko'rsatadi. Kimlar xavotir olmasligi kerak? Yangi namunadagi identifikatsiya ID kartasini olgan fuqarolar yoki amal qilish muddati tugamagan biometrik pasportga ega bo'lib, uning muddati tugashiga hali kamda 6 oy muddat bor bo'lgan fuqarolar. Lekin shuni unutmangki, biometrik pasportingizning ham muddati tugashi bilan
uni ID kartaga almashtirishingiz shart. Istisnolar, to'siqlar va noaniq nuanslar bu qoidaga qandaydir istisnolar bormi deb ko'pchilik qiziqishi mumkin. Afsuski eski namunadagi biometrik bo'lmagan pasportlar uchun hech qanday istisno yo'q. Ular to'liq o'z kuchini yo'qotgan. Muddati o'tgan biometrik pasportlar uchun ham istisno yo'q. Ular ham yangi ID kartaga almashtirilishi shart. Faqatgina jiddiy kasalligi tufayli mustaqil harakatlana olmaydigan, to'shakka mixlangan keksa yoshdagi fuqarolar uchun ma'lum bir yengilliklar mavjud. Bunday holatda davlat xizmatlari markazlari xodimlari ularning uyiga borib, ID karta uchun hujjatlarni qabul qilishlari mumkin. Bu haqda keyinroq batafsilroq to'xtalib o'taman. To'siqlar va ularning oldini olish 1. Jarayonning cho'zilishi. Yangi ID karta olish uchun ariza beruvchilar soni ko'p bo'lsa, jarayon cho'zilishi mumkin. Ayniqsa, eng oxirgi muddatlar yaqinlashganda navbatlar ko'payadi. Bunday vaziyatda iloji boricha tezroq murojaat qilish kerak. Hech qachon oxirgi kungacha kutmang. 2. Hujjatlarning yo'qligi. Ba'zida keksa yoshdagi fuqarolarning tug'ilganlik haqidagi guvohnomasi, nikoh qayd etilganligi haqidagi guvohnomasi yoki boshqa muhim hujjatlar yo'qolgan bo'lishi mumkin. Bu holatda avval yo'qolgan hujjatlarni tiklash zarur bo'ladi. Bu esa jarayonni yanada uzaytiradi. Tug'ilganlik yoki nikoh guvohnomasini tiklash uchun ham davlat xizmatlari markaziga murojaat qilish mumkin. 30. Savodsizlik yoki texnologiyadan uzoqlik. Ko'pgina keksa fuqarolar anketalarni to'ldirishda, kompyuterda ma'lumot kiritishda qiynalishadi. Davlat xizmatlari markazlari xodimlari bu borada yordam berishlari shart, ammo yaqinlarning yordami ham juda muhimdir. Agar sizning ota-onangiz yoki bobo-buvalaringiz shunday ahvolda bo'lsa, ularga albatta yordam bering. Firibgarlar, afsuski, har qanday yangi jarayon paydo bo'lsa, undan foyda ko'rishga urinadigan firibgarlar ham topiladi. Tez va navbatsiz ID karta olib beraman degan shaxslarga aslo ishonmang. Hujjat rasmiylashtirish faqat rasmiy davlat organlari orqali amalga oshiriladi. 5. Davlat boji va qo'shimcha xarajatlar. ID karta olish uchun davlat boji to'lanadi. Bu haqda keyinroq batafsil aytaman. Ba'zida hujjatlarning fotosuratini olish, ariza to'ldirish uchun pullik xizmatlar taklif qilinishi mumkin. Rasmiy xizmat markazlarida fotosuratlar joyida olinadi va odatda ariza to'ldirishda ham yordam beriladi. 6. Vaqtinchalik shaxsni tasdiqlovchi hujjat. Yangi ID karta tayyor bo'lguncha sizga vaqtinchalik shaxsni tasdiqlovchi ma'lumotnoma beriladimi? Berilishi kerak. Bu ma'lumotnoma ID karta tayyor bo'lguncha bank operatsiyalarida va boshqa rasmiy ishlarda foydalanish uchun xizmat qiladi. Bu juda muhim nuans, chunki keksa fuqaro nafaqasiz yoki boshqa xizmatlarsiz qolib ketmasligi kerak. Bu ma'lumotnomani albatta so'rab oling. Noaniq nuanslar, ishonch so'zda murojaat qilish. Agar pensioner to'shakda yotgan bo'lsa, uning nomidan boshqa shaxs, masalan, farzandi ID karta olish uchun murojaat qila oladimi? Bu mumkin. Buning uchun notarial tasdiqlangan ishonchnoma talab qilinadi. Ishonchnomada aynan ID karta olish bo'yicha vakolat ko'rsatilgan bo'lishi lozim. Keyin ushbu ishonchnoma bilan yaqin kishi davlat xizmatlari markaziga murojaat qilishi mumkin. Raqamli xizmatlar yodingizda tursinki, haqiqiy ID karta yoki amal qilish muddati tugamagan biometrik pasportsiz elektron hukumat, soliq, kommunal to'lovlar kabi ko'plab onlayn davlat xizmatlaridan foydalanish imkonsiz bo'ladi. Hamma raqamli xizmatlar shaxsiy identifikatsiya raqami, JSHR va shaxsni tasdiqlovchi hujjatga bog'langan. Bank hisoblari va omonatlar, muddati o'tgan yoki eski pasport bilan bank hisoblaridan pul yechib olish, omonat ochish, to'lovlarni amalga oshirish yoki kredit olishga urinish mutlaqo befoyda. Banklar qonunchilikka ko'ra bunday hujjatlarni qabul qilishga majbur emas. Bu nafaqaxo'rlar uchun jiddiy moliyaviy muammo tug'dirishi mumkin. Amaliy maslahatlar. Tomoshabin nima qilish kerak? Endi eng muhimiga, ya'ni aniq amaliy qadamlarga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Pasportingizning amal qilish muddatini hozirroq tekshiring. Agar sizda hali ham eski namunadagi biometrik bo'lmagan, yashil yoki boshqa rangdagi pasport bo'lsa, u darhol almashtirilishi kerak. Uning amal qilish muddati 2022-yil 30 dekabrda tugagan. Agar sizda biometrik pasport bo'lsa, uning old sahifasidagi tug'ilgan sanangiz ostida berilgan sana va amal qilish muddati yozuvlariga e'tibor bering. Amal qilish muddati qismida ko'rsatilgan sanani diqqat bilan o'qing. Agar bu sana o'tib ketgan bo'lsa yoki yaqin 6 oy ichida tugasa, uni ham yangi ID kartaga almashtirishingiz shart. 2. Kerakli hujjatlarni to'plang.
Hozirgi pasportingiz eski namunadagi bo'lsa ham, uni albatta olib borish kerak. Tug'ilganlik haqidagi guvohnoma asl nusxasi. Nikoh qayd etilganligi haqidagi guvohnoma. Agar nikohda bo'lsangiz va u mavjud bo'lsa, ajrashganlik yoki vafot etganlik haqidagi guvohnomalar agar tegishli bo'lsa, hujjatni yo'qotgan holatda ichki ishlar bo'limidan berilgan yo'qolganlik haqidagi ma'lumotnoma, agar sizning pasportingiz yo'qolgan bo'lsa, avval bu ma'lumotnomani olishingiz kerak. Muddatli harbiy xizmatni o'taganligi haqidagi harbiy guvohnoma agar mavjud bo'lsa, fotosuratlar odatda davlat xizmatlari markazida joyida maxsus uskunalar yordamida olinadi. Lekin ba'zida qo'shimcha fotosuratlar talab qilinishi mumkin, oldindan aniqlashtiring. Davlat boji to'langanligi haqidagi kvitansiya, buni ham markazning o'zida kassalar orqali yoki bank orqali to'lash mumkin. Shoshilib oldindan to'lab yurmang, joyda to'lash osonroq. O'tu qayerga borish kerak? Bugungi kunda O'zbekistonda shaxsni tasdiqlovchi hujjatlarni rasmiylashtirishning eng qulay va samarali usuli davlat xizmatlari markazlari DXM orqali amalga oshiriladi. Har bir tumanda bunday markazlar mavjud. Ular barcha jarayonlarni markazlashtirilgan tarzda hal qilishga yordam beradi. Siz yashash joyingizdagi davlat xizmatlari markaziga murojaat qilishingiz kerak. Markazlarning manzillarini davlat xizmatlari portali saytidan myPOKAP.gov yoki mahallangizdan so'rab bilib olishingiz mumkin. Ba'zi hollarda Ichki ishlar vazirligining migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limlari, sobiq pasport stollari ham ushbu xizmatni ko'rsatishi mumkin. Ammo DXMlar xizmat ko'rsatish sifati va qulayligi bo'yicha afzalroqdir. 4. Ariza berish jarayoni. Davlat xizmatlari markaziga borganingizda navbat oling va mutaxassisga murojaat qiling. Mutaxassis sizdan kerakli hujjatlarni qabul qilib oladi va elektron shaklda anketani to'ldirishga yordam beradi. Agar o'zingiz to'ldira olmasangiz, ular yordam beradi. Joyda barmoq izlaringizni olasiz, biometrik ma'lumot va maxsus cho'z yordamida suratga tushasiz, davlat bojini to'laysiz. Hozirda ID karta olish uchun davlat boji bazaviy hisoblash miqdorining 5% yarim baravari miqdorida belgilangan. Bu taxminan 17 ming so'm atrofida bo'ladi, lekin summasini aniq bilib olish uchun markazdan so'rang, u o'zgarishi mumkin. Hujjatlaringiz qabul qilinganligi haqida sizga ma'lumotnoma yoki kvitansiya beriladi. Bu ma'lumotnoma ID kartangiz tayyor bo'lguncha shaxsni tasdiqlovchi vaqtincha hujjat vazifasini bajarishi mumkin. Uni ehtiyot qiling. Yangi ID karta odatda 10 ish kuni ichida tayyor bo'ladi. Ba'zi holatlarda bu muddat uzayishi ham mumkin. SMS xabarnoma orqali yoki markazga qayta murojaat qilib tayyor bo'lganligini bilib olishingiz mumkin. Maxsus holatlar. To'shakda yotgan yoki juda keksa fuqarolar uchun. Agar pensioner mustaqil ravishda davlat xizmatlari markaziga bora olmasa, uning yaqinlari markazga murojaat qilib, xodimlarni uyga chaqirishlari mumkin. Bunday xizmat mavjud bo'lib, xodimlar zarur jihozlar bilan uyga kelib, barmoq izlari va fotosurat olish jarayonini joyida amalga oshirishadi. Buning uchun qo'shimcha xizmat haqqi olinishi mumkin. Bu haqda oldindan markazdan aniqlashtiring. Eski pasport yo'qolgan bo'lsa, agar eski pasportingiz yo'qolgan bo'lsa, avval yashash joyingizdagi ichki ishlar bo'limiga murojaat qilib, pasport yo'qolganligi haqida ma'lumotnoma olishingiz kerak. Faqat shu ma'lumotnoma bilan davlat xizmatlari markaziga ID karta olish uchun murojaat qila olasiz. Chet elda yashovchilar uchun. Agar siz chet elda yashayotgan bo'lsangiz va pasportingizning muddati tugagan bo'lsa, siz yashayotgan davlatdagi O'zbekiston elchixonasi yoki konsuliga murojaat qilishingiz kerak. Ular sizga ID karta yoki yangi biometrik pasport olishda yordam berishadi. Nimalarni yozish aytish kerak. Davlat xizmatlari markaziga borganingizda xodimlarga aniq va tushunarli tilda murojaat qiling. Mening pasportimning muddati tugagan, uni ID kartaga almashtirmoqchiman yoki mening eski nomidagi pasportim bor, uni yangi ID kartaga almashtirishim kerak. Barcha hujjatlaringizni tartibli va to'liq holda tayyorlab boring. Mutaxassis savollarga xotirjamlik bilan javob bering. Xulosa va yakuniy chorlov aziz do'stlar, bugun biz juda muhim mavzuni muhokama qildik. Esingizda tursin, eski pasportlar, xoh u biometrik bo'lmagan bo'lsin, xoh muddati o'tgan biometrik pasport bo'lsin, endi yuridik kuchga ega emas va ko'plab davlat xizmatlaridan foydalanishda jiddiy to'siq bo'ladi. Shuning uchun bu masalani hal qilishni keyinga qoldirmang, hoziroq harakat qiling. Bu sizning tinchligingiz, moliyaviy barqarorligingiz va qulay hayotingiz uchun juda muhimdir. Agar sizda qandaydir savollar bo'lsa, ushbu video ostidagi izohlarda yozib qoldiring.
Agar siz bu jarayonni boshdan kechirgan bo'lsangiz, o'z tajribangizni boshqalar bilan baham ko'ring. Bu boshqalarga juda foydali bo'lishi mumkin. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Biz siz uchun eng dolzarb va foydali ma'lumotlarni yetkazishda davom etamiz. O'zingizni ehtiyot qiling va doim xabardor bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha